1221-yil Sind daryosi. Mo'g'ul bosqini Xorazm davlatini olov ichida qoldirdi. Sulton Jaloliddinning so'nggi qo'shini quruqlik va daryo orasida dushman qurshovida edi. Orqada Chingizxonning son sanoqsiz qo'shini, oldinda 20 chaqirim balandlikdagi jahannam jarligi va Sind daryosi. Asrlik o'limdan ham battar sharmandalik edi. Sulton so'nggi qarorga keldi. U orqaga emas, balki faqat oldinga, tubsizlikka qaradi. U o'limga tik boqib, o'z otiga qanot bo'ldi-da, daryo tubiga o'zini otdi. Suvdan chiqib qirg'oqqa o'tib ketdi. Bu manzarani ko'rgan Chingizxon o'z sarkardalariga o'girilib, tarixiy so'zlarni aytdi. Haqiqiy ota-o'g'il mana shunday bo'lishi kerak. Bunday sherni yengib bo'lmaydi deb ta'kidlaydi. Jaloliddin Manguberdi mag'lub bo'lgan, ammo yengilmagan.